Narxi eshitib birinchi xayolingizga keladigan narsa Seul Munda ham shunaqa joy bor ekanmi deb o'ylaysizlar. Ko'rinishdagi narxlar bilan tanishtirib o'taman. Agar xayolingizga kelgan narxdan ham arzonroq narx yetsam, videoga bitta like bosib qo'yasiz. Ko'rindoga narxini eshitib 20 ta 30 ta olaman deyotgan bo'lsangiz, bemalol kelaverasiz, qancha xohlasangiz hammasini qilib beramiz. Eshak. Cho'zilishini qarang, jigar. Agar siz ham mana shunaqa cho'ziladigan ko'rindoga yemoqchi bo'lsangiz, ko'rinishlikka kelaverasiz. Sirlari uzun cho'ziladigan ko'rindoglar bilan nima zo'r ketadi, jigar? Limon his zo'r ketadi. Jigar, ko'rinishlikda ko'rindoglarning 3 xili bor. Agar oshqozoningizga yengillik qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni o'rtoqlaringizga bitta jo'natib qo'yasiz. Jigar. Bu yoqda faqat ko'rindoglarni yirkanmanmi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa xotdoglarni doda xo'jalaridan ham qilishar ekan. Bemalol kelaverasiz. Xotdoglarni har xilini yeydim, lekin French xotdogdan yemagandim hali, jigar. Ajoyib bo'lar ekan. O'rtoqlarni olib kelaveradigan joy. Ko'rinishlikda eng qimmat narsani atigi 30 ming so'mga yetkazsangiz bo'ladi. Barchalarni ko'rinishlikda kutib qolamiz. Agar qaysi obrazni tanigan bo'lsanglar, kommentariyada o'zini belgilab ketasizlar.